Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. 10-chi darsni boshlaymiz. Ham bizning yangi harfning ismi ul lam. Ul nechka ovoz? Nechka ovoz? Uni yozib qo'yishga kerak. Ham endi ul mana shulay yozila. Mana shulay da kela. Shulay da kela. Mana shulay da kelirga mumkin o'zigina kelganda. Ham endi agarda istinda fatha kelsa, ham endi agarda fatha bilan kelsa, ul la deb o'qila. Agarda kasra bilan kelsa, li deb o'qila. Damma bilan kelsa, lu deb o'qila. Endi sukun bilan kelsa, l. Ham endi kitobni ochik. Mana bizning yangi harf. Yangi harfni olguncha aytasim keladi. 9-chi darsda biz sizlar bilan kaf harfini o'tgan edik. Ham 8-chi so'zni 1 2 3 4 5 6 7 8 u o'qilmadi. Kanzu deb o'qilashak. Kanzu. Ham bugungi yangi harf lam. Ismi lam. La, li, lu. Bu harf jingil. U tatar, rus, l harfini o'xshab turadi endi. Al, bal, lam, lum, lan, kil, nazala, nazala, lazima, lazima, kamula, kamula, أنزل أنزل ألزم أكمل أكلت أكلنا أكلنا أكلت أكلتي. Mında aglasovkalar gına, harakatlar gına o'zgara buning. Akaltaydi, mında akalti. Mında fathaydi, mında kasra. Bu so'zda naqshlar yozila. Harakati gına o'zgargan. Mında уже damma uzoqda. Mında fatha, kasra, mında damma. Akaltu, akalta, akalti, akaltu. Akaltum, akaltum. Bul, bul, bulbul. Yulam, lim, yulam, lim, yulamlim. Tazal, zala. Tazal, zala. Tazalzala. Yatazalzalu. Yatazalzalu. Yatazalzalu.
متز متزل متزل زي متزلزل متزلزل متزلزل. Şunun bilen ders tamam. Her bir sözünü ikişer tapkır yazıp çıgara kirek. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu.